Hozir ayam bilan bitta o'yin o'tkazamiz. Qo'limga xullas bittasiga pul yashirganman deyman. Lekin ikkalasiga ham yashiraman. Bunday qilamiz. Ayam o'zi uyga ketyapti, xudo xolasa endi ayamga pul berish vaqti keldi. Ayamning o'zini oyligi bor. Qani ketdik. Aya? Qarang. Qo'limda pul yashirilgan. Qo'limda pul yashirilgan. Bittasida pul bor, faqat bittasida. Xudo deb tanlang. Xudo deb tanlang. Agar bittasida $100 bor, bittasida 10,000 bor. 1, 2, 3. Shundami? Aniq lekin. Aniq. Aniqmi? Aniq. Keyin foydasi yo'q. Bermasdan ham shunda. Okay. $100. $100 qancha deydi?